shu lentaga yozilishini juda istardim. Jannat onalar oyog'i ostida ekan. Endi keling, u qaysi onalar ostidaymish? Bitta tuqqan ham ona, 10 ta tuqqan ham ona, ko'krak sutini bergan ona. Lekin mehr sutini bergan onalarni oyog'i ostida jannat eshigi ochiq turgan bo'lsa, ajab emasdir. Endi bu yog'iga mana shu farzandlarni o'tmish o'tdi azizlar. Biz bandamiz, yaratuvchi emasmiz, so'rovchimiz. Bular o'tdi. Ular haqida hadeb qayg'urish, iztirob chekish menimcha bandaga xos xislat emas. Har payshanba kunlari bir chiroyli tahorat qilib, nomiga bir chiroyli Qur'on tilovat qilib qo'yilsa, mana shu maqsadga muvofiqroq bo'lsa kerak. Endi bu yog'iga jon bolam, tur o'rningdan. Maktabingga borgin, bog'changga borgin. Yuvib, tarab, dazmollab, ularga mehrni bergan insonlarni Allohdan faqat ro'shnolik, ezgulik so'rash biz banda uchun ham qarz, ham farz. Qaniydi ona Alloh qo'lidan kelsa abadiy etolsa seni umringni, rozi edim onajon. Iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni, bir kechalik Allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalblarga qalblarning kuchin, qarzim uzilmasdan qolar shunda ham. Ona, mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'yqalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Ona, oralab qolib sochlaringga oq. Ol meni sochlarim qoralarini. Tishlaring tushibdi, xo'rsinma biroq. Ol meni tishlarim saralarini. Xiralashib qolmish ko'zlaringga nur. Ko'zlarim nurini olgin onajon, roziman xizmating qilsam bir umr. Yuragim qo'rini olgin onajon. Onajon, qaybirin olayin tilga. Men uchun chekmading ni zahmatlar, dilingdan qaybirin ko'chiray dilga. Mana menga sarflading ni fursatlar. Oltinga teng edi har daqiqasi. Mana meni tashvishimdan sochlaringda oq. Sevinchu iztirob barchasi senga ozor bergan bedorlik, charchoq. Ko'zingdan uyquni olgan kechalar, rohatini buzgan sho'x beboshligim. Qalbing oliy janob ekan bunchalar, ko'zingni quvnatgan olov yoshligim.
bular hammasi qalbing harorati emasmi ona? Shular hammasi umringni zahmati emas.